Akalar, hozir Audi A8 D3 salonda o'tiribmiz, syomkada. Qiziq narsa xayolim kelib qoldi. Nimaga odamlar bu mashinani suyishmaydi? Xuddiki bu, oiladagi o'rtancha farzand bor, shuni misol qilib hazil qilyotgandik. Ya'ni Mercedes katta farzand, hammaga qiziq yoki BMW erkatoy, lekin Audi'ni ko'pchilik suyishmaydi. Vaholanki juda ham zo'r mashina, hamma yo'g'i mana ishlab turibdi. 170 ming probeg ekan всего lишь. Mana отпечатка ishlayapti. Monitor chiqib tushyapti, kasalligi bor Audi'larda bilsangiz. Pamis rulya bor, hozir undan tashqari ko'rsataman. Hamma yo'q borda. Mana keyless bor, keyless oddiy narsa-yu, lekin orqa eshikda ham bor. BMW G90 salom sizga. Undan tashqari orqani qarasangiz, joyda anchagina orqaga surib qo'yganman sideniyani. 4 ta zonali klimat bor. Hamma yo'q bor xullas. Undan tashqari obshivkani qarang, birinchi o'rinda hamma mashinada ham shopirdiki bo'ladi, lekin bu yangidek holatda. Qalay aka mashina? Xullas, men bu videoni sizga sotish maqsadida olganim yo'qman-da. Odamlar sotayotgan mashinani maqtashadi-yu. Bu sotuv kanali emas, lekin menga qiziq. Nimaga qiziqmaysiz Audi'ga? Mercedesga qiziqasiz, BMWga qiziqasiz, lekin Audi'ning ham qiziq taraflari bor. Ko'p buziladi desangiz, bu mif. Shu haqida video olganmiz, yaqinda qo'yamiz. Hammaga rahmat.